do'stlar, yaxshi. Bitta baliq bor. Ozgincha ham jonimizni to'ldirsa ham, lekin yashashimizga yana bir sababchi bo'lgan ovqat. Do'stlar, asalari uyasi bor ekan. O yo'q do'stlar, asalalar meni zaharlashdi. Bitta jonim bor. Yana bitta ovqat. Yana bitta ovqat. Va yana bitta ovqat. Yaxshi do'stlar, kech bo'lgunga qadar o'zimizga ovqat yig'ib olib, qornimizni to'ydirishimiz kerak. Do'stlar, bu yerda juda yomon moblar spawn bo'ladi do'stlar. Bitta joyda ustami. Qanday mazza. Xo'p, do'stlar, bu baliq shunchalik katta bo'lsa ham bitta narsasi bitta joningizni to'ldiradi do'stlar. Qanday yomon. Hozir men bu yerni toshlar bilan yopishga qaror qildim. Chunki zombilar meni bir zarbada urib ketishlari mumkin. Nega deganda meni yarim dona jonim bor. Endi biz shu yerda hayot kechiramiz do'stlar. Daraxtim ham yo'q. Hech nimam yo'q do'stlar. Lekin bu yerda zombilar spawn bo'lyapti. Bu nima do'stlar? Ne qilamiz? Pechka yasaymiz. Qo'yib. Ey do'stlar, nega buni qilib bo'lmayapti? Qalovlarni demak qovurib ham bo'lmaydi do'stlar. Qanday bir tenga qimmat baliqlar. Sizlar meni bu yerdan ketgim kelyapti. Lekin ovqatim yo'q. Yarimta to'rtta. Bizga yana 4 dona baliq bo'lganda bizning ovqatimiz to'la bo'lardi do'stlar. Baliqlar bu yerlarda ko'rinmayapti. Bu yo'q do'stlar. Bu yoqqa bitta zombi keldi. Agar bu chiqib olsa bitta yomon bo'ladi.
yo'q do'stlar. Agar bu yerdan baby zombi kirib kelsa juda yomon bo'ladi. Shuning uchun bu yoqda ertalab bo'lishini kutamiz do'stlar. Agar kirib dersini bunga aldan qo'yib hech nimasi yo'q. Hech nima bo'lmabdi do'stlar. Chilonlar yerini sindirib hamma zombi shu yerga kelganda shuni olib tashlaymiz. Hoy zombilar. Tezroq ertalab bo'lsalar. Agar go'sht bo'lgan zombi go'shtini ham yeb yuborardim do'stlar. Hozir bu yerda zombilar bor. O yo'q do'stlar. Zombi meni o'ldirdi. Men esa yana shu cho'lda paydo bo'ldim. Bu yerda ham zombilar. Hop. Birinchi o'yinlar ko'rib agar bu videoning keyingi qismi chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Biz keyingi qismda albatta narsalarimizni topib yoki yana qaytib kuchayib, albatta shu maqsadimizni bajaramiz. Xayr do'stlar. Ular zaharli ekan.